Qalaysizlar qizlar, yaxshimisizlar? Gripp sezollari ham yomon boshlanib ketdi. Hamma joy virus. Qo'lim shunaqa idishlarimni yuvishdan boshlandi. Rakvinamni tepasi mana shu chirk ekan, shuni gapirishuvdi. Shuni ham yuvib oldim. Toza qilib, azilitli sepib etmoqchi edim. Anchadan beri уже vloglar olish esimdan ham chiqib ketibdi. Vlog oldim bugun. Anchadan beri olmaganimga YouTube'da ham podpисчиklarim ko'payishni boshlayapti sekin-sekin. Keyin shunaqa gazlarimga azilitli sepib oldim. Chirk bo'lib ketibdi. Bitta ikkita ovqat pishirsa shunaqa bo'lib ketadi. Choynilarimga ham sepib oldim. Uni ham yuvib olay deb. Keyin sekin qo'lni supurishga o'tdim. Shunaqa xazon bo'lib ketgan ekan. O'shalarni supurib, tozalab, undan keyin musorlarni oldim. To'g'ri unchalik ko'p ish qilmadim, uni baribir charchadim. Shamollaganimga holsizlanayotgandim. Keyin o'zimni ham esimdan chiqarmay, o'zimga ham qaray deb chiqib kapelnitsaga olib keldim. Undan keyin kelib uyga ujinlab pishirdim. Shunaqa mehr bilan qozon kavobli erim yaxshi ko'rganlari. Keyin kechki payt erim menga mehr berib shunaqa gullar olib kelib xursand qildilar.